Assalomu alaykum akalar, ukalar. Mana xudo xolasa yana bir navbatdagi obyektimizga zakat o'pga bo'layotgan jarayonlari. Bu firmamiz uzunligi 11,5 metr. Bir skatli naveska mana shu ko'rinishlarda qildik. Bu pasteylari, stokalari bo'ldi. Bunisi esa xorlarimiz bo'ldi. Sarrob deyiladi. Sarroblari bo'ldi. Mana shu ko'rinishlarda mana. Bu sarroblarimizni uzunligi 6,5 metr mana. Mana shu ko'rinishlarda bo'ladi. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, uy tomlari, mo'ykaxonalarning ustilari, katta zdaniya, zavod, fabrikalarda 24 metr, 25 metrgacha bez ustun yopib beraveramiz. Biz xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab ko'rsatamiz. Har xil turdagi, o'lchamdagi razmerlarni mashinalar o'zimizda tayyorlab olib vodiyga. Mana shu joyimizda tayyorlab olib zakat o'pkalar. Uyda sharoit yo'q bo'lsa, o'zimiz tayyorlab olib o'rnatib beramiz. Narx-navolarga keladigan bo'lsa, 170 mingdan kvadrati 300 minggadir. Biz joyiga qarab narx aytib beramiz, qanday bo'lishiga qarab hisobla. Mana shu ko'rinishlarda bo'ladi. Sarropi, stokasi ham shundan qilamiz. 4 tali stoka. Nomerlarimiz 88 lik kodi bilan 978 7807. Bu firmamizni orqa tomoni 1.60 ko'tarilgan yuklon. Mana firmalarimiz. Materiallarimiz har doimgidek konteyner profildan bo'lgan materiallar. Mana bu yoqda zakat o'pga bo'lyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agarda videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like, podpiskani bosib qo'yamiz, obuna